Hammaga salom. Bugun biz olmos tangani ko'p yig'ishni o'rgataman. Ular uchun biz birinchi akkauntimizga kirib olamiz. Kirgandan keyin hammaning o'zining akkaunti bo'ladi. Keyin agar biz tangani ko'p olmoqchi bo'lsak, ishonchimizni kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Masalan, men kasb 41 ta tanga beradi. Bu 72 mingta odam chiqadi mening stadionimga. Uni kuchaytirsa bo'ladi. Masalan, kuchaytirmoqchi bo'lgan joyiga bosamiz va mana shu tugmani bo'lsa, meniki hozir eng kuchlisida turibdi. Shuning uchun boshqa o'tmaydi. Kuchaytirilmagan bo'lsa o'tadi albatta. Agar olmosni ko'p yig'moqchi bo'lsak, bu yerdan chiqamiz. Bu yerga kiramiz. Agar bu bilmaganlar uchun, agar mana oxirga yetganda mana 17 da hozir tepasida bitta legendar kuchaytirgichlar bor. Ularni olish uchun hozir yangi kelgani uchun hozir men sizlarga tushuntirib o'taman. Agar bu bilmaganlar uchun 75 ta olmosni maskaga ochsangiz, tepadagi ikkita narsaning birontasini olsangiz bo'ladi. Bu degani 75 ta olmosga managa qora karta yoki boshqa rangli kartalarda kuchaytirgich olsangiz bo'ladi. Bu yerda esa legendarkali odam tushirgich, bundan ham yaxshi narsalar tushadi. Va bu yerda fitness legendarkali kuchaytirgichni olish uchun agar siz 16 ga yetishingiz kerak, 17 ga o'tayotgan paytingiz 75 ta olmosga ochib yursangiz legendarkali fitnessni olasiz. Agar bu yerlardan 75 taga 13 ga yetib 75 taga ochsangiz 125 olmosni ko'paytirib olsangiz bo'ladi. Yoki buni legendarkali sariq karta ochqichni ham olsangiz bo'ladi. Bu o'zingizning tanlovingiz. Bu yerlarda ham yaxshi narsalar bor. Buning uchun ko'p o'ynash kerak. Agar siz sariq kartami biror karta olmoqchi bo'lsangiz, bu yerga kirib bilmaganlar uchun 370 ta olmosga ham ochiladi. Agar siz qora karta kuchaytirgich olmoqchi bo'lsangiz, tekinga bir kishining shu yerga kirasiz. Bu hammaning o'zining klani bo'ladi. Hozir yangi klan ochildi. Ko'pchilik boshqa klanlarga kirib oladi. Men hozir shu klan yaxshi bo'lgani uchun shu klanga kirib turibman. Agar buni sovrinning ustidan bossangiz, agar bu yerda qulfning rasmi turibdi. Nimaga 25 mingta mana shunaqa qo'shsangiz, shunga keyin bular ochiladi. 7500 tada qora kartani kuchaytirgich bor. Bu yerlarda 500 ming 150 ta olmos shu yerdan ham olsangiz bo'ladi. Agar sizga akkaunt bo'lsa, 15 ta bo'lsam akkaunt berib yuboraman. Mana shu akkauntni beraman. Hozircha bu oddiy akkaunt. Keyinchalik esa sezon paslar ham qo'yamiz.